Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Moskvadan Toshkentga, Samarqandga, Sankt-Peterburg, Toshkent, Samarqand yo'nalishida qo'yilgan avtobuslarimiz qatorasiga turibdi. Bugun mana shu avtobus chiqadi birinchi, keyingisi u uchinchida turgan avtobus chiqadi. Sankt-Peterburg, Toshkent, Samarqand, Moskva, Toshkent, Samarqand yo'nalishlarida biz reyslarimiz har kuni bor. Yo'lovchilarimiz kelib joylashib o'tirishni boshlashgan. Kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Har kuni chiqib turgan har kunli avtobuslarni syomka qilib qo'yib boramiz azizlar. Bez dokumentlar masalasi nima bo'ladiganlar uchun bez dokument aka-ukalarimizga yo'lkaradan tashqari rasxoti bor. O'sha rasxotini o'sha bersalaring javob berib olib ketiladi. Yo'lovchilarimiz kelib joylashishni boshlashyapti. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol kelib aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Komfortli luks transportlar